Telegramda 1 daqiqa ichida hech qanday pul sarflamasdan biznes qilsa bo'ladi desam, ishonasizmi? Agar ishonmasangiz, bu video aynan siz uchun. Hozirda ko'pchilik uydan chiqmasdan daromad qilish yo'llarini qidirmoqda. Men esa bulardan eng ishonchli va tezda tayyor bo'ladiganini topib qo'ydim. Siz obuna bo'ling, men sizga tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib Telegramga kiramiz va qidiruvga bot Fazer deb yozib, unga start bosib, new bot buyrug'ini yuboramiz. Shundan so'ng botimizga nom yozamiz, keyin esa username va tayyor. Bizning bot ochiladi va bizga mana bunday token beriladi. Tokenni nusxalab olamiz. Endi esa smmya.com saytidan ro'yxatdan o'tib olamiz. Brauzerdan smmya.com saytiga kirib, ro'yxatdan o'tib olganimizdan so'ng, yangi buyurtma bo'limiga kirib, kategoriyalardan Telegram nakrutka bot ochishni tanlaymiz. Nakrutka bot ochish xizmatining havola qismiga esa hozirgina nusxalab olgan tokenimizni qo'yamiz. Keyin kuchukcha belgisini yozib, ketidan Telegram profilimizda turuvchi ID raqamimizni xuddi namunadagidek qilib yozib yuboramiz. Yuborish tugmasini bosamiz va tayyor. Shunday qilib bir necha soatlardan so'ng tekinga mukammal bo'lgan nakrutka botiga ega bo'lasiz. Va u orqali xizmatlarni sotib, o'z ulushingizni belgilab, u orqali daromad qilsangiz bo'ladi. Agarda ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, saqlab qo'ying va menga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Siz bilan Sindorz bo'ldi.